Instagramga kirishingiz bilan Tyson bilan Goldni temasi. Tyson yutsa men palon joyimni kesib tashlayman, pispadan chaqib tashlayman. Komil Tysonni ursang $1000 pul beraman deb mana shu bizadi bu ayrim bir blogerlar ana shunaqa qilib bizadikini o'stirmaydi, naborat poqqa tiqadi. Goldni ham masalan yutqizish bu Xudodan. Va'dalar boshqa berilgan, boshqacha bo'lib ketdi yerda. U yerda bu ularga paxta qo'yish boshqa emas. O'sha bolalar va Taysondan moniki. Chiqdi, solishdi professional karate bilan. Masalan, Tayson qachon hech kim bo'ldi u Aqtagonga kirib kelganiga. Ana shu bechora mana tog'larda, toshlarda, yoqda, bu yoqda normalniy trenirovka ham qilmadi ancha. Chiqdi, solishdi, tayoq yedimi, boshqa qilamiz, zota duxti bergani yo'q. Moniki Gold ham hali ichkaridan chiqqaniga hech nima bo'lgani yo'q, tayyorlanib o'spit qilgani yo'q, chiqdi solishda o'xshamadi. Bunaqa qilib izdovatsiya qilish kerak emas-da ularni. To'la muborak, fikringizni kommentga yozib qo'ying.